Ixlos maktabida qanday natijaga erishdingiz? Bitta farzandim Ixlos maktabiga keladi. Tolipov Otabek va Tolipova Yodgori. Ularda 1 yil davomida o'zgarishlari asosan tarbiya, tartib va ilmida. O'z maqsadimiz ham shu edi. Farzandlarimning yutuqlari o'g'limda 11-sinf bitirdi. IELTSdan 7 natija. Yil davomida Qobiljonov Kamronbek farzandim juda ham yuqori yutuqlarga erishdi. Qatarda bo'lib o'tgan musobaqalarda chempion bo'lib qaytdik. Shaxmat bo'yicha ham oliy o'rinlarni oldi. Yaxshi o'qishdan boshlaydi. Uyda vazifalar qilishga, yaxshi baholar olishga harakat qildi. Maktabimiz haqida qanday fikrdasiz? Maktab haqidagi umumiy fikrim juda ijobiy. Tartib, tarbiya, ko'chadan kirib kelganingizda bolalarning qo'li ko'ksida salom berishlari, ilmga bo'lgan e'tibor, jamoani natijalari, birlashganligi, o'quvchilarni ham qo'llab-quvvatlashlari biz kutganimizdan ham a'lo darajada. Maktabdan juda ham minnatdormiz. Juda ham yaxshi, ya'ni o'qituvchilari ta'lim berishligi, bilim berishligi juda ham yuqori. Bolamizni ertalabdan kechgacha bemalol ishlarni topshirib qo'yganmiz. O'qituvchilar haqida umumiy fikrim. Buni natijalarni o'zi aytib turibdi. Qisqa vaqt ichida o'g'limni ochib bera olishgani, shu IELTS 7 ga chiqqanimiz, natijani o'zi aytyapti ustozlar haqida. O'qituvchilari juda ham xushmuomala, talabni kuchiga qo'yishadi, bolani bo'sh qolishiga yo'l qo'yishmaydi. Ixlos maktabiga rahmat aytaman.